Ba'zan ayoli bilan o'ynashsa savob bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ayoling bilan o'ynashsang ajr deganlar. Ya Allohning rasuli, shu ayolimiz bilan o'zimizni nafsimizni qondirsak ham ajr bo'ladimi deganda Rasululloh aytdilarki, axir zinoga ketsang gunoh bo'larmidi? Ha, ayoling halol ko'rsang ajr bo'ladi dedilar. Ajr bo'ladi. Sahobalar nima qilardi? Ko'chaga chiqsa, birorta begona xotinni ko'rsa, unga nisbatan shahvati qo'zg'asa, darrov uyga qaytardi. Qaytib shahvatini ayolida qondirardi. Unga ergashib ketmasdi, vasvasni o'sha joyda sindirardi. Bizda vasvas ko'zdan boshlanadi. Bir marta qaraydi, yana qaragisi keladi, keyin gap otgisi keladi, telefonini oladi, SMS yozadi, rasvosi chiqadi keyin. Shariat halol yo'l bilan, oson hayot bilan bizlarni mukofotlagan. O'sha mukofotga biz munosib bo'lishimiz qolgan xolos.